Men Sindor Toshkentboyev, Sindor Collection brendi asoschisiman. Moda va dizayn sohasidagi faoliyatimni 2015-yilda boshladim. O'zbekiston, qo'shni davlatlar hamda mahalliy va xalqaro ko'rik-tanlovlarida o'z loyihalarim bilan ishtirok etdim. Telekanallar, konsertlar va yirik ijodiy loyihalar uchun san'at vakillariga bir-biridan eksklyuziv liboslarimni taqdim etib keldim. Ammo men uchun eng katta natija yaratgan liboslarim emas, bilimlarim orqali o'z yo'lini topgan minglab shogirdlarimdir. 11 yillik tajribam davomida orttirgan eng muhim bilim va amaliy usullarimni yangi mukammallashtirilgan video darsliklarga jamladim. 1-avgustdan yangi onlayn kurslarimizga start beramiz. Bu kursda siz tayyor andozani ko'chirib ishlashni emas, har qanday qomat uchun mukammal asos andoza yaratishni va uni to'g'ri modellashtirishni, o'z g'oyalaringizni professional liboslarga aylantirishni o'rganasiz. Darslar Telegram yopiq kanalida sodda va tushunarli video darsliklar ko'rinishida olib boriladi. Eng muhimi, sizni yordamchilarimga topshirmayman. Har bir amaliy vazifangizni shaxsan o'zim tekshiraman, savollaringizga javob beraman, o'quv jarayonida sizga ustoz sifatida yo'l ko'rsataman. Bu kurs faqat tikishni o'rganish uchun emas, bu o'z kasbini topmoqchi, mahoratini daromadga aylantirmoqchi va boshqalardan ajralib turadigan mutaxassis sifatida bo'lishni istaganlar uchun ta'lim dasturi. Yangi darsliklar va qo'shimcha amaliy mavzular sababli keyingi guruhlarda kurs narxi oshiriladi. Hozir esa sizda eski imtiyozli narxda kursga yozilish imkoniyati bor. Guruhga atigi 30 ga yaqin o'quvchi qabul qilinadi. O'z joyingizni band qilish va batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali biz bilan bog'laning. Balki bu qaror siz uchun oddiy bir kursning emas, butunlay yangi hayotiy kasbning boshlanishi bo'lar.